Assalomu alaykum barchaga. Men sizlar bilan Abbos Hilolziyinov qandoq qilib Toshkent viloyatida joylashgan Vatandezbash tog' cho'qqisiga qilgan haykingimiz haqida so'zlab bermoqchiman. Va bu unutilmas lahzani men do'stlarim Abror hamda Bilolbek bilan birgalikda o'tkazdim. Sayohatimizni Toshkent shahridan elektrichka orqali Chinorkentga atigi 29 ming so'mga yetib keldik. Bu yerdan peresatga qilib, marshrutka orqali ko'zlangan manzilga yetib keldik va bu bizga 25 ming so'm evaziga tushdi. Sayohatimizni yengil perepusdan boshlaymiz. Depressiya, ish, o'qish hayotimizdagi bu oddiy holat. Buning yechimi shunchaki sayohat. Insonni o'y-fikrlari juda ham toliqtiradi. Ushbu vaziyatda siz shunchaki tabiatni tinglang va barchasini Allohga topshiring. Sayohat davomida diqqatni jamlash bu juda ham muhim. Zaharli o't, ilon va chayonlar chiqib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered 3. Insoniyat hayoti tabiat bilan chambarchas bog'liq. Uni shunchaki biz asrashimiz kerak. Fall in love. Fall in Sizlar bilan Abbos Hilolziyinov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under